Devam etamiz. Şirata hadis gan Rubayya. Gan Rubayya binti Muawiz. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلوا على الجنازة وأثنوا خيرا يقول ربي عز وجل أجزت شهادتهم فيما يعلمون وأغفر لكم ما لا يعلمون. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, agar kishilar janoza namozini o'qisalar, kishi o'lgach, mayit o'lgach, mayitga janoza namozi o'qiylar. Janoza namozini o'qigandan so'ng anga shu o'lgan kishini maqtay boshlar ekan. Ya'ni o'lgan kishilar turida yaxshi so'zlar so'zlay boshlar ekan. Shu vaqtda Robbimiz Alloh subhanahu taolo ayta, men siz aytgan so'zni qabul etdim. Ya'ni shu siz aytgan xayrli so'zlarga anga ajrin berdim deb bu o'lgan kishiga. Ajrin berdim deb. Ham siz bilmagan gunohlarini anga kechirdim deb. Ham siz bilmagan gunohlarini, ya'ni Alloh bilmagan gunohlarini, shu kishilar janoza namozi o'qigan kishilar bilmagan gunohlarini bu o'lgan kishiga, mayitga kechirdim deb. Bu o'lgan kishiga kechirdim deb. Shunga ko'ra mayit turida gil xayrli so'zlarni aytsa kerak. Bizning ana turda hadisda keldi. Kishi o'ldi ekan, ana turda bartik xayrli so'zlar, ana yerga turishimiz, aning uchun duo qilamiz, shu o'lgan kishi Alloh taolo uning gunohlarini kechirsin deb. Ham endi bu hadisda keldi. Narsa aytdim, ixtibor etingiz. Alloh subhanahu taolo aytdi, men dedi siz bilmagan, Alloh bilmagan gunohlarini anga kechirdim deydi. Ne uchun? Chunki bizning boshqa hadisda keldi, agar kishi o'zining gunohlarini yashirar ekan, Alloh subhanahu taolo uning gunohlarini yashirar. Alloh subhanahu taolo uning gunohlarini yashirar. Shunga ko'ra kishi o'zining gunohlarini masiylarga tegish tugul. Kishi o'zining gunohlari turida sherga tegish tugul. Bigratda yesh ko'rga to'g'ri keladi. Kishi masalan ko'pmidir yilda jahillikda bo'lib, shundan so'ng islom dinini qabul etadigan, o'zining islomga qadar ishlagan gunohlarini turida silab beradi. Ya'ni islomda ishlagan gunohlarini silay. Agar kishi o'zining gunohlarini kishilarga silaykan, shunday Alloh subhanahu taolo uning gunohlarini ochadi. Alloh subhanahu va taolo uning gunohlarini ochadi. Mana birinchi sabab, ikkinchi sabab kishi nindidir gunohni gil ishlaykan. Shunday Alloh subhanahu taolo uning bu gunohlarini kishiga oshirgan mumkin. Xatirlaysizmi? Umar ibn Xattob vaqtida bir kishini qoraqliqda tutalar. Ya'ni bir kishi nidir urli, hammani tutib Umar ibn Xattob yoniga olib keladilar. Ham endi urlagan uchun bitta qo'lini kesiradi deyishlar. Bu kishi aytadi, ey amirul mu'minin dey. Ey mu'minlarning amiri, g'afu et meni dey. Bu mening vallahi bu mening birinchi topqirim dey. Men birinchi topqir urladim dey, g'afu et dey. Umar ibn Xattob narsa deb javob beradi? Vallahi birinchi topqir tugul dey. Alloh bilan ont etam birinchi topqir tugul dey. Chunki Alloh birinchi topqir ishlagan gunohlarini yashiradi. Alloh birinchi topqir ishlagan gunohlarini yashiradi. Shunga ko'ra agar Alloh kishilarning gunohlarini, bizning gunohlarimizni ochar ekan, Alloh saqlasin. Buning bir necha sababi bor. Ya'ni sen o'zing bilan turda kishilarga siyading, boshqa kishilarga siyading bu gunohning turida. Ya'ni sen bu gunohni gilishlaysan. Ya'ni sen bu gunohni gilishlaysan. Allohu a'lam.